Xushxabar, 100 million so'mdan moddiy yordam beriladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Avvalroq Sirdaryo viloyatining Guliston shahri Taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ovqatlanish shoxobchasida portlash sodir bo'lgani oqibatida 3 nafar fuqaro vafot etib, 29 kishi jabrlangani haqida xabar berilgan edi. Mazkur hodisada qurbon bo'lganlarning oilalariga 100 million so'mdan moddiy yordam ajratiladi. Bu haqida bugun 4-dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatida bo'lib o'tayotgan xalq deputatlari Sirdaryo viloyati Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida topshiriq berdi. Prezident qurbonlarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildirgan, shuningdek ularning oilasiga 100 million so'mdan moddiy yordam ajratishni topshirgan. Topshiriqqa ko'ra, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi direktori boshchiligida 10 nafar malakali shifokorlar brigadasi jabr ko'rganlarga bepul sifatli tibbiy va psixologik yordam ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, mas'ul idoralarga ushbu baxtsiz hodisa sabablarini tez fursatlarda aniqlab, qonun ustuvorligini ta'minlashni topshirgan. Umuman, ushbu fojia favqulodda vaziyatlar tizimi uchun katta saboq bo'lishi kerakligi qayd etilgan. Qish oylarida bunday hodisalarning oldini olish bo'yicha barcha mas'ullar 24 soatlik ish rejimiga o'tishi zarurligi qayd etilgan, deyiladi xabarda.